Assalomu alaykum. Muborak Ramazon oyida ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17 fevraldagi 67-son qarori ijrosi doirasida Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan aniq va manzilli ishlar amalga oshirildi. Avvalo, Muborak Ramazon oyida ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Fuqarolarni xabardor qilish maqsadida axborot flayerlar tayyorlandi va Inson ijtimoiy xizmatlar markazlari ijtimoiy xodimlari tomonidan 696 mingdan ortiq ehtiyojmand oilalarga shaxsan yetkazildi. Shundan so'ng 696.200 ta oila ro'yxati shakllantirilib, ularning bank va ijtimoiy kartalariga jami 467 milliard 200 million so'm mablag' to'liq moliyalashtirildi. Jumladan 216.147 ta davlat ta'minotidagi oilalarga, 4.437 ta yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar yashayotgan oilalarga, 17.414 ta o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga 1 million so'mdan ajratildi. 415.131 ta kambag'al oilalarga esa 500 ming so'mdan mablag'lar to'liq moliyalashtirib berildi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan davlat ta'minotidagi oila toifasidagi oilalar umumiy sonining 20% dan oshmagan holda moddiy yordam to'lanishi lozim bo'lgan 43.034 ta qo'shimcha muhtoj oilalar ro'yxati shakllantirildi. To'lovlar shaffoflik va adolat tamoyili asosida 3 bosqichda amalga oshirildi va barcha mablag'lar to'liq yetkazildi. Fuqarolarning sog'lig'ini tiklash bo'yicha ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan fuqarolarning sog'lig'ini tiklash maqsadida Vaqf xayriya jamoat fondi mablag'lari hisobidan 6000 nafar fuqaroni davolash belgilandi. Bugungi kun holatiga ko'ra davolash va jarrohlik amaliyoti o'tkaziladigan reyestrga kiritilgan 5888 nafar bemor a'zolari ro'yxati shakllantirildi. Ularning 4912 nafari viloyat darajasida va 976 nafari respublika darajasidagi tibbiyot tashkilotlarida davolanmoqda. Hozirga qadar 5000 dan ortiq fuqaro maxsus tibbiy dasturga kiritildi. 1187 nafarga vaucher berildi. 1650 nafar bemor statsionar davolanishga yotqizildi. Shulardan 1000 dan ziyod fuqaro konservativ davolash, 646 nafari jarrohlik amaliyotlari davolanishga yotqizilgan. Bugungi kunga qadar 289 nafar fuqaroda davolash va jarrohlik amaliyotlari muvaffaqiyatli o'tkazilgan. Bu ishlardan asosiy maqsad ijtimoiy himoyani manzilli, shaffof va inson qadriga mos tarzda ta'minlashdir. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi brifingda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.